Hurmatli tomoshabinlar akalar, mana sizga qancha sog'liq kerak akalar, sizga sog'liqda akalar optim joyidan so'ragan aka-ukalamizga bugungi chiqarilishimiz akalar maxsus bo'ladi aka. O'sha arzonchi, optimchi akalar narxlarni to'g'risini aytganda o'ylanmagan narx qo'yadigan Sodiqjon akamizning qo'ralaridan akalar bugungi qo'ylarda akalar tagi juda ham sevar. Buni ko'rib to'g'risini aytganda men ham hayron qoldim akalar. Bunaqa krupnisi har doim ham kelavermaydi aka. Sizga imkoniyat. Bitta like bosib qo'ying. Xudo xolasa video syomkamizni oxirigacha ko'rib turasizlar akalar. Qo'ydi zo'ridan kelgan bugunga. Assalomu alaykum hurmatli Chorobozor YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa haftaning seshanba kuni 16-dekabr 2025-yil biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Ya'ni arzonchi optimchi akalar birinchi qo'l o'zlari olib kelishadi xudo xolasa akalar. Optim olib kelib optim berayotgan Sodiqjon akamizning qo'ralari kelganmiz akalar. Bugungi video syomkamizda akalar hammasi sog'liq. Xudo xolasa Sodiqjon akamizdan to'liq ma'lumotlarni beramiz. Akalar like bosib oxirigacha ko'ring. Bunaqa manzarani akalar har doim ham har kim ko'rsata olmaydi akalar. Siz uchun Chorobozor kanali obunachilar uchun maxsus aka. Tepasiga kelib ham ko'rib akalar xarid qilsang bo'ladi akalar. Sodiqjon akamizdan ma'lumotlarni beramiz. Assalomu alaykum Sodiqjon aka. Ahvol yaxshimi? Charchamayapsizmi? Maza yaxshimi aka? Ha, rahmat. Qo'ydi. Bugun optim to'kib tashasiz furalab ha. Ha, bugun obunachilarga juda chiroyli narsalarni olib kelganmiz. Birinchi o'rinda obunachilar like bosib, kommentariya yozib qo'yinglar. Xudo xolasa akalar bitta like gumbillatib qo'yasizlar akalar. Hali qornini ham to'g'riz ulgurmabsiz qo'yadi. Yo'q. Qachon yetib keldi? Kechqurun keldi. Endi kerakligicha silos deydi. Qo'y ko'p, baribir endi buni qonun aytgan darajada to'ydirib bo'lmaydi. Aha. Endi kerakligicha yediryapmiz, xudo xolasa. Endi aka qarang, imkon qadar buni ko'rsatishga harakat qilamiz, lekin qo'y misol uchun shuncha qo'ydi ichidan misol uchun kimgadir qanaqa ko'rinishi mumkin aka. Lekin imkon qadar ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Mana akalar, mana qo'ylarni ko'ring. Qo'ylar vash klass, qo'ylardan umuman muammo yo'q. Qo'ylar zo'r ekan lekin. Qo'ylar bu tomondan o'ta. Bir tomonga aylansin qo'ylar, bir-birini ko'rsatdi shunda. Sodiqjon aka, nechta bu yerda? Bu yerda 200 ta oshiq qo'y bor. 200 boshdan Oshiq. Aha. Xo'p, hammasi sog'liq. Hammasi sog'liq. Hammasi sog'liq. Yoshlarichi buni? Yoshlari 6tasi ham bor, 8tasi ham bor, 4tasi ham bor. Eng qiziq yerini aytayinmi? Ha. Men buni tishini birattasini ochib ko'rmaganman. Endi biz o'zimizning stajimizga kelib chiqib aytayapmanki, buni ichida ikki tishi balkim bordir, yo'qdir bilmayman. 8ta, 6ta, 4 tish deb olaversin. Eng qizig'i yana ham bitta ma'lumot yaxshiroq berib ketaylik. Kelib ustiga kelib tishi yoshimi, tishi qarisimi hammasini ko'rib olsin. Ko'rib olishaversin. Biz buni tishiga umuman qaramay olamiz. Aha. Mana shundaycha nech pul deymiz, bo'ldi barakan qilamiz. Endi Sodiqjon aka, xudo xolasa bola beraveradi, 2 yil, 3 yil, 4 yil. Bemalol bitta insonni charchatadi bu qo'ylar. Xudo xolasa akalar mana ishqibozi bo'ladigan bo'lsa aka kelib ko'ring. Endi shuncha qo'ydi ichidan misol uchun akalar to'g'risi aytganda qo'zisi ham chiqadi, 2 tishi ham chiqadi, 4 tishi ham chiqadi. Realni aytish kerak, 8 tishi ham chiqadi. Chiqadi hammasidan bor. Lekin Sodiqjon aka mana sog'liq istab mana kelishsa xudo xolasa davomi ya, xudo xolasa. Sog'liqda muammo yo'q. Qancha sog'liq kerak bo'lsa, bundan tashqari yana bor, to'g'ri beraman. Yana bor. Muammo yo'q, ha, yana qo'shib bering desa, yana 100 ta 150 ta qo'shib beraveramiz. Mashalloh akalar, bu manzarani to'g'risini har kim ham ko'rsatavermaydi aka. Qo'ylar keng kiradi qo'ylar. 3-4 ta ochib ko'rdim, 4 tish ko'p ekan. 4 tishlari ko'p. 3-4 ta o'zingiz ochib ko'rdingiz a? O'zlari ochib ko'rishdi, 4 tishlari akalar ko'p. Realni aytganda tepasiga keling. Ey, buni qarang-da, buni borib bu bitta insonni charchatadi bu. Tug'ib charchatadi. Mana akalar. Tug'ib. Qo'ylarni ko'ring. Mana qarang, asha to'xta, ushlang. Mana. 4 tish, 2 tishdan 4 tish ko'tyapti ekan. Endi xudo xolasa akalar, aytganimizdek buni to'g'risi aytganda ichidan 4 tishlari ko'p ekan, asosan 4 tishlari ko'p ekan. Lekin buning ichida 2 tishi ham bor. Xudo xolasa hamma variantdan bor. 200 boshdan oshiq qo'y, bu yerda 200 boshdan oshiq. Endi Sodiqjon aka bitta yuvdigan tomoni bor. Aha. Gapiravering. Dalada yurgan bu, ha? Dalani vaji. Qo'chqar bilan yurganmi aka? Bunday narsa. Ha. Biz buni olganimizda bu qo'ylarni bizga bo'g'oz deb bergan. Ha, hammasini. Ha, bizga bo'g'oz, arashan qo'ylar deb endi egasi sotish uchun nimalar demaydi. Aha. Endi biz bu narsani mana shu narsa deymiz. Endi hozirgi momentda qo'yni oldi tug'yapti, bir oylik, 2 oylik bo'lib qoldi, tug'yapti. Aha. Endi bu qo'ylarda masalan
qochib bo'lganligiga endi biz 100% garantiya ham bermaymiz-da. Aha. Qo'ylar o'zi qochib bo'ldi. Aslida. Ha. Masalan 10 ta 15 tasi tug'ib turib, ichidan bir 2 ta 3 tasi tug'may qoladigan bo'lsa, Aha. sen meni aldagan ekansan desa, u gap menga o'tmaydi. O'shaning uchun mo'lo narsa menga kelgan qo'y mana shu. Bo'ldi, men mashina bilaman. Mana shu qo'y. Lekin aka qarang. Tepasiga kelishsin aka. Xohlasalar kelib tekshirib ko'rib olishsin aka. Xohlasalar o'zing nafga ko'rib olishsin, Ha, xuddi shunday. Endi eng qiziq yerini aytaymi? Kelib ichida yelin solganlarini ham tanlab ketaversin. Tanlab ketishaversin. Ha, tanlab olaversin. Endi narxini ham kelishtirib beramiz aka. Narxni yig'latamiz. Narxidan muammo yo'q. Mana akalar. Mana shuncha qo'y. Narxi xudo xolasa akalar shuncha krupni bo'lgandan keyin arzon bo'ladi-da aka. Bularda ichida masalan bir oydan keyin tug'ib qo'yganlari ham bordir. 2 oydan keyin tug'ib qo'yganlari bordir. Endi buni biz bilmaymiz. Bizga qorong'i. To'g'risi-da. Salomatligi zo'r aka. Kasal narsani birinchidan biz o'zimiz olmaymiz. Aha. Keyin olib kelib bu yerda sotmaymiz. Bo'ylari ham akalar menimcha shu 80 dan 85 gacha bersak ham bo'laveradi. Chunki bemalol ichida har xil akalar. Bu 90 lik bo'lishi mumkin. 80 dan 85 ga olishaversin, 90 demasdan. Lekin o'rta bo'ydan, yo'q, demoqchiman, o'rta bo'yda aytmoqchiman mana. Qo'ylar qarang mana. Mana akalar. Ash qo'ylar ham yelin solyapti. Darajasi hammasini bir xil ekan, yelin solyapti qo'ylar ham. Yelilagani ko'p akalar. Endi buni ichida to'g'risini aytganda bitta ikkita minusiga ham chiqadi akalar, bitta ikkita 4 ta 5 ta 10 ta nechtadir zo'ri ham chiqadi. Xullas akalar tepasiga kelib ko'ring yoki aka misol uchun onlayndan turib oladigan obunachilarimizga ham qulaylik yaratish maqsadida 4 ta 5 ta 10 ta qilib video syomka qilib tashlab berilaveradi aka. Bemalol kelishsin, kelib olishsin, ishi zo'r bitadi. Ishlar zo'r bitadi. Ishlar zo'r bitadi. Sirazi ko'rdim, yo'lga chiqishi olsin. Ha. Ishi yaxshi bitadi. Men tishini ko'rsatib qo'ying. Tushib. Qorasidan ham mana ushab ko'rsatyapti. Kachtani. Tishini ko'rsatib qo'ying. 4 dan 6 tish ekan. 4 dan 6 tishga o'tibdi. O'tyapti ekan, mana. Bu bemalol 5 ta 6 ta sekin tug'ib bemalol bitta insonni qaritadi. Xo'p, Sodiq aka, tushunarli. Qarang, buni yana telefon qilib so'zlarga ma'lumotlarni beramiz. Hadang. Qancha deymiz endi bunga narx? Eng qiziq joyi. Eng qiziq joyini aytaymi? Biz unaqa qilib 7 million demaymiz. Ha. Kelishtirib qo'yamiz aka buni. Aytaymi? Ha, optim misol uchun qarang. Endi misol uchun hammasi 200 tasini oladigan odam kam aka. Buni 20 ta, 30 ta misol optim narxga narx chiqaradi. Ya narx qo'yaman, qarab turing. Narx qo'yaman, eshitib turing. Tushunarliroq qo'yasiz-da misol. Juda ham yorqin qilib qo'yaman. Kelgan inson ish tez bitadi. Bo'ldi aka. Qancha deymiz? Aytaymi? Ha. Qarang. Siz so'raysizda, baribir endi biz ham savdolashamizmi yo tas ishni bitiraylikmi? Ha, tas bitiramiz işte. Ha? Bo'ldi, 5,5 dan. 5,5 milliondan. So'raymizmi? Bo'pti, so'rang. Qancha o'ta berasiz? Siz so'rang mana bo'ldi. Men 7 million bering, 6 million bering emas, 5,5 dan so'rang. 5,5 million optimiga. Mashtamonga bitta yuzaralik iloji bo'lsa, mashtamonga o'tsin. Qo'ylar. So'rang. Sekin Kameraga bering Sodiqjon aka, endi so'rang. Qanchadan berishsin? Tushaymi? Ha. 100 tushaman. Hay, maydalashmang Sodiqjon aka. 200 tushaman. Shuncha qo'yingiz turibdi qo'lingizda aka. 5 dan. 5 milliondan. 5 milliondan. Optimga. Dadil tutsangiz aka, obunachilarimiz maza qilishadi aka, to'g'risi gap. Mana ko'rib olishsin aka. Ma'qulmi? 5 dan. Bitta ko'rib oling akalar. Qo'y serab, mana sizga qancha qo'y kerak akalar? Endi buni ichidan to'g'risini aytganda video syomka qilib ham tashlab berilaveradi. Tepasiga kelsangiz ham ish oson bitadi. 5 milliondanmi? Optimiga. Nechta olasiz optim? Menga qarab turing, bitta gap gapiraymi? Undaqa emas. Endi bitta ish qilamiz. 5 million ham demaymiz. Ha. 49 ham demaymiz. Ha. 48 deymiz. 4 million 800 ming so'm. Ana. Mana aka, sizga imkoniyat. 4 million 800 ming so'mdan ol xalqim. Ol xalqim. Endi buni aka o'zingiz aytganda tushunarliroq qilib, nechta olishsa, hop endi qarab turing. Kiradi. Endi qarab turing. Ha. Yana ham narxini yana ham yorqinlashtiramiz. Hop. Qanchadan aka? 5 million 500 mingga 5 million 500 ming so'mdan. Ha. Tanlab olish olsin. Xohlaganlarni, yoqtirganlarni. Ha, tirib olsin. Menga 15 ta oladimi, 30 ta oladimi, 5,5 dan tanlab olsin. 5,5 million so'mdan. 5,5 dan xohlagan tanlab olsin. Xohlaganlaring mana. Mana bularni olasizmi aka? O'z bo'g'oziga ham bilinib qotmash qo'ylar mana qo'ylar qarang. Lappulla yotdi, endi biz mana shu narsa do'ramiz biz. Bo'g'oziga bilinib qo'y. Endi
Avvalo Xudo aka, yorilmagan tarvuz tepasiga kelib ko'rib oling. Endi buni misol uchun akalar ko'klamga chiqib, cho'pon akalarimiz ko'klamga chiqib, tug'ishini hisobini olib, misol uchun qo'shilgan, lekin shuncha qo'yib bor odam mana shunday qilib qo'chqa qo'shib qo'yadi. Обязательно. To'ppa-to'g'ri. Endi men qarang, buni qo'shishdan maqsad unga ham daromad qilish kerak-ku. To'ppa-to'g'ri. Buni o'sha o'tirmaydi. Buni обязательно qochirib bo'lgan. Buni yeyishga kelsa bu allaqancha yeyaveradi. Dalamoli endi uyga borgandan keyin, xonadonga borgandan keyin o'zgarishini o'zingiz bilasiz aka. Tez ketadi dalamoli. Shunday. Endi qarang. 4 million 800 ming so'm bilan qarang. Optimga. Haydab olsin bir burchagidan 20-30 ta. Ma'qul. Ketaveradi. 30 ta tanlab ol, aleqi bo'lsin, haydab olsin. Endi ichidan terib olaman uka, yaxshisidan olayin deydi-yu. 5,5 dan olsin. 6 million bering, 58 bering deb kelgandan keyin u narxni qo'yib olmayman. Bo'ldi aka. 5,5 dan ichidan kelib olsin. Bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, xudo xolasa narxi va sifati sizga to'g'ri kelgan bo'lsa aka, telefon qilib pastdagi raqamlarga bog'lanasiz. Bugun Sodiqjon aka qarang. Qo'y sotishga qattiq bel bog'laysiz. Uka deydi-yu, qarang, yana bitta gap gapirib ketdi, uka deydi. Ha. Endi 5,5 dedim u. Baribir endi yana jichcha o'tib berasan-ta deydi-ta. Keyin bo'pti uka, aka deyman, yana 100 o'tib beraman deyman. Mana aka. 54 dan deyman. 5 million. Endi men deydi, aytadiki, men 30 ta olaman deydi-yu. Ha. 30 ta olsa 53 dan deyman. Ana. 5 million 300 dan. Tallab olsin, saralab. Yo, bitta ikkita demayapman. Yo'q, 30 tasini tallab o'zlari. 30 tasini tallab olsin. Aka, men 30 ta 40 ta qo'ya olaman desa, oling 5 million 300 dan deyman. 6 million bering, 5 million 800 bering demayman. Uyimga kelib qolibsiz, qo'y qo'rada pul deb gap gapirilmaydi. Kelgandan keyin 5 million 300 ming so'mdan 30 ta 40 ta 20 ta olish olsin. Bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, telefon qilsangiz, to'g'risi aytganda, Sodiqjon akamiz akalar juda ham muomalaga yurishadi. Telefon qilsangiz, xudo xolasa ish bitadi. Lakis tashlab beriladi aka. Endi lakni bosib, kommentariy yozib, bomba qilib tursa bo'ldi endi obunachilar. Olmagan odam ham bir hissasini qo'shib ketsin. Mana. Mana imkoniyat. Narxni ko'ring mana. Xudo xolasa akalar. Narxni mana olyapti turgan insonlar bor, YouTube'da olyapti turgan insonlar обязательно bir-biriga solishtirib ko'rib, hamma yo'g'ini ikki-chikirida ko'rib oladi-da. Endi bunga qarang. Pardaz hech narsa qilinmagan. Qorni ham to'g'izilmagan. 2 marta 3 marta yomg'ir yedi, shuni bilamiz. Bo'ldi. Kegincha. Hurmatli tomoshabinlar, xudo xolasa telefon qilaverasiz akalar, qo'y serob. Video syomkamiz to'g'risini zerikarli bo'lib ketmasligi uchun akalar o'zlariga telefon qiling. O'zlari sizga ma'lumotlarini berib, tishlarini ochib ham tashlab berishaveradi. 10-20 ta olaman degan odam akalar tepasiga kelib, imkoningiz bo'lsa ko'rib oling. Lekin minusga chiqarib beradiganlar ham bor ichida. Plus minusi bor-da endi. O'zi minusni narxida qo'ydim. Minus narxida qo'ydim. Bo'ldi. 4 million 800 ming. 4 million 800 mingga qo'yilyapti, qo'yiladi ham ko'ravering. Bo'ldi. Ishqovoz bo'lsa, xudo xolasa akalar aloqaga chiqing. Bo'lmasa akalar, mana siz bilan video syomkalarimizni akalar yakunlaymiz. Telefon qilaverasiz akalar. Tavsiya qilamiz, ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar akalar. Hop, manzilimizni sizga to'liqroq eslatib qo'yamiz akalar. Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i akalar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkalarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dastavkasi ichida? Bomba. Dastavkalar ichida.